Assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar, tinchmisizlar? Kuningiz xayrli bo'lsin. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Qo'ng'iroqcha knopka bosmaganmisiz? Bosib qo'ying albatta. Yaxshi yengilliklardan bexabar qolishingiz mumkin. Like bosasiz, komment yozasiz, poddershka qilib turasizlar. Sizlar uchun tunu kun xizmat qilishda charchamayman. Xo'p, o'rtoqlar, ekranda turgan nomer ishlab turibdi. Telegramdan yozsanglar, Telegram kanal ulab qo'yaman. Bu yerda 2010-13-yillar, 15-yillar mashinalar bor-ku, naqd pulga Captiva'lar, Lacetti'lar, shunaqa eski mashinalar ham naqd pulga qo'yib boraman. Bemalol egasi nomeri bilan qo'yib qo'yaman. Aloqaga chiqib o'zingizlar baraka qilsanglar bo'ladi. Faqat naqd pulga ketadi. Uni men bo'lib to'lashga qilib bera olmayman. Bizda eng pasti 18-yil bo'ladi. Avtokreditga nazar tutyapman. Naqd pulga mana Telegram kanalida ko'rib mashina xarid qilsanglar ham bo'ladi. Ikkinchi masala, kecha akamiz keldilar, kelishdan oldin qo'ng'iroq qildilar. Bitta gap aytdilar, juda hayron bo'ldim. Avtosalonni nomini men aytib o'tirmayman, menga aytdilar, palon joyga chaqirishdi, bir so'm puling kerak emas deshdi. Yo'q, xullas bordim, deyaptilar, borsam internetdagi gap haqiqatga umuman to'g'ri kelmayapti, deyaptilar. Telefon qilyaptilar-da, sizniki ham shunaqami, deyaptilar. Borgandan keyin anunga pul, menga pul deysizmi? Yo'q. O'sha aytildimi, o'sha pulga qilib beramiz. Keldilar, ko'rdilar haqiqatdan mashinani holatini hamda aytdim o'sha pulni, ya'ni Nexus'ni nazar tutyapman, Nexus oldilar. O'sha puldan bir so'm pul ortiqcha olganim yo'q. O'sha pulga mashinani nomlariga notariusni mana hozir o'tkazib beryapmiz. Unaqa yolg'onlarga aldanib qolmanglar. Bir so'm puling kerak emas. Shundan kelasan tekinga, manu tekinga hech narsa yo'q o'rtoqlar. Uni o'zingizlar ham bilasizlar. Odam chaqirish uchun kim nima desa deb yotibdi. Realniy narsa mana uzoqdan kelasizlarmi? Boricha ko'rsatamiz. Kraskasini ko'rsatamiz. Narxlari bilan to'lig'icha aytamiz. Shu berayotgan pulingiz qayerga ketayotganigacha hisob-kitobini to'chni chiqib beramiz. Ya'ni o'sha siz nimaga pul ishlatayotganingizni bilishingiz uchun. O'shaning uchun bunaqa yolg'onlar juda ham ko'p. Quruq safsata gaplarga aldanib qolmanglar. Realniy o'zingizlarga yoqqan insondan, ishongan insoningizlardan mashina xarid qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Bugungi obzorimiz zo'r bo'ladi. Sizlarga yoqadigan mashinadan inshaalloh juda ham ko'p so'rashdi. O'sha uchun ham olib keldik. Narx-navosini oxirida aytib o'taman. Sizlar ungacha bitta like bosib, mashina obzorini ko'ringlar va baho beringlar. Qani bo'lmasa ketdik. Marhamat, tanishinglar. Bugungi qahramonimiz Cobalt mashinasi bo'ladi. Mashinamiz tanishtirishdan oldin bitta o'zini ko'ringlar, qaranglar. Bu Ravonchi yopishtirilmaganda, bu o'zini zavodskoy emblemasi Ravon. Kalitlari ham Ravon. Kesinglar ko'rsataman. Nimaga? Eksportniy variant. Eksportniy variantda bitta narsadan farqlasanglar bo'ladi, qaranglar. Mana bu o'zini zavodskoy antennasi bo'ladi. Bu 2024 Cobalt. Bu mashinamiz eksportniy variant bo'lgani uchun mana bunisi qalin ko'ryapsizlar. Nimaga? Chunki bunda mana o'rtadagi zadniy vid deydi, u boshqacha bo'ladi. Uni ham ko'rsatib o'tamiz, mayli. Hozir hammasini tanishtirib o'taman. Bu toza Ravon. Mashinamizning yili 2020-yil. 2020 okalar, sizlar so'ragan mexanika Cobalt, lekin tashqi vidi avtomatni beradi, qaranglar. Probegini qaranglar, birinchi o'rinda mana. O'zini yurgani mana 117 ming yurgan. Xo'p, qaranglar. Mashina mexanika mana. Ko'rasizlarmi? Buni bakovi boshqacha bo'ladi. Mana bu sos. Bu endi bu eksportniy bo'lgani uchun, chaqiruv tugmasi, eksterniy vizov deydi. Bu Euro Ravonlarda shunaqa bo'ladi. Mana ruli ham mana Ravon mana. Bilmaganlar uchun, endi bilganlar uchun ham marhamat, ko'rasizlar, sidena podograflari ham bor. Sidenalar qiziydi mana. Konditsioner, ABS, hamma narsasi bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari buni yana qilinganmi, Ravon qilinganmi, Chevrolet deydigan savollarga unisiga ham javob berib o'taman. Hop, mana kapot qismlari tiniq bo'lib turibdi. Mana ABS. O'rtoqlar, bu mashina benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan mexanika Euro variant. Ravon eksportniy variant. Mashina marhamat. Mana endi
Mana buni qaranglar. Buni endi tez ko'rsatib o'taman, bo'lmasa bloklab qo'yadi YouTube. Mana bu narsa eksportniy variantda bo'ladi 2020 ligi. Salonlari вообще ideal. O'zini yurgan probegiga nisbatan mashina ancha yaxshi haydalgan ekan. Marhamat. Endi balonlarni qaranglar. Balonlari ham zo'r. Bunaqa rasxod qilib o'tirmaysizlar. Mana balon. Ya'ni charm xo balon. Xo'p, endi qaranglar. Orqasi ham R4 yozilyapti, Ravon yozilyapti. Bu zavodskoy, ya'ni bagaj qismlari benzinda yurgan, bagajlari ham tiniq bo'lib turibdi. O'zini poliki, chexoli bor. Biz endi mo'ka qilgan yechib tashlaymiz, bir xilla yana olib yudirib taqib oladi. Kerak emas odam, balkim yengisini taqib oladi. Mashina zo'r. Olib binasizlar, eksportniy Ravon, mexanika 2020 Cobalt so'raganlarga mana shu Cobaltni tavsiya qilamiz. Olib maza qilib minasizlar. Haymashda bitta haydab ko'rsanglar ham yurishlari vashi gap bo'lishi mumkin emas. Manzilimiz Toshkent shahar, Index bozor, Inbazari to'g'risida joylashganmiz. Nima deysizlar? Ko'rgan Cobaltlar yoqdimi? Mashina lekin zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Endi menimcha o'zini holatidan kelib chiqib, narx-navosi bilan bitta tanishib qo'yamiz. Mashinamizni naqd pulga $9300 ga kelib xarid qilsanglar bo'ladi, naqd pulga beramiz. Mashina yaxshi bo'lgani uchun o'zimiz ozgina qimmatroq oldik. Mexanika so'ragan akalarimiz uchun mana shu mashinani oldik. Nasib bo'lsa, kimga nasib qilgan bo'lsa, marhamat kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Imkon boricha naqd pulga mashina olishingizni tavsiya qilamiz. Mayli kamroq, ozroq bo'lsa ham, eskiroq bo'lsa ham naqd pulga olganga yetmaydi o'zi. Endi 1,5 puli bor odam уже pul yig'ib ola olmayaptimi? Unda avtokreditga bo'lib to'lashga olganinglar ham ma'qul. Ya'ni o'zini pulini o'zidan chiqarishga harakat qilsanglar bo'ladi. U ham majburiy emas, taklif beramiz. Yoqsa olishinglar mumkin. Hech kimni majburlab mashina sotmaymiz. Qaranglar, boshlang'ich to'lov, notarius to'lov, GAI to'lov, sug'urta nimagisi bo'lsa, hamma barcha xarajat ichida shu Cobalt'imizga boshlang'ich to'lovi $1290 bilan shu Cobalt'imizni xarid qilsanglar bo'ladi. 3 yil muddatga qancha? 5.377.000. 4 yilga olaman desanglar, 4.536.000. 5 yilga olaman desanglar, 4.061.000 so'mdan 5 yilga xarid qilsanglar bo'ladi. Endi mana ekran turibdi. 3 yil, 4 yil, 5 yil. Kim qilib bera oladi shunaqa? Hammasi bekitadi bor. Men bekitmayman. Hech kim majburlab ham etmayman. Chunki odam hisob kitobini olish kerak. Bir oylik ro'zg'orini, boshqasini o'sha pulga to'la olmayman, to'la olmaymanmi deb hisobini olib mashina oladi. O'shaning uchun men ochiqchasiga aytaveraman. Menga qolsa men mashinani naqdga ham sotib yuboraman, chunki boshqa Instagram bor, u bor, hamma yoqqa qo'yaman. Bizda naqdga ham kelib mashina olishadi. Bo'lib to'lash imkoniyati o'sha mashinaga yetayotganlar uchun chiqaramiz, u ham majburiy emas. O'shaning uchun anu kalkulyatsiya qilib, bir nimalar qilib o'tirishingiz shart emas. Bu aytilayotgan pullarni, oyma to'lovlarini men olmayman. Buni bank oladi o'rtoqlar. Menga shu 9300 deyapman-ku, shu 9300 mi o'sha pulni, mashinani pulini bank kartamga tushirib beradi, naqd bo'ldi. Tushuntira oldimmi? Oyma to'lovni bank oladi. Tamam, uni noto'g'ri tushunib o'tirmanglar. Ish vaqtimiz har kuni soat 10 dan 6 gacha ishlaymiz. Telefon nomerlar ishlab turibdi. Manzilimiz o'sha har doim aytayotganda Indexda Inbazar to'g'risida joylashganmiz. Lokatsiyamiz Telegram kanalida bor. Agar mana shu nomerga yozsanglar, lokatsiyada yozsanglar, Telegramdan lokatsiyani tashlab beramiz. Ozgina vaqtingizni olib qo'yamiz, rozi bo'lib qolasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Eng zo'rlari faqatgina Avtomixda. Joningiz sog' bo'lsin, hammanglarga rahmat.